Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Said va bugungi videoda biz Free Fire tarixi haqida gaplashamiz. Qanunda biz ketdik. Free Fire 2017-yil Android va iOS uchun ishlab chiqarilgan. Free Fire'ni 111 studiya ishlab chiqargan, Garena esa nashr qilgan. O'yinda 50 ta odam bo'ladi va ulardan bittasi tirik qoladi. Nega Free Fire tez mashhur bo'lib ketdi? Past xotira talab qiladi va kuchsiz telefonlarda ham ishlaydi va internet kam sarflaydi. Tezkor va xushvajja janglar 10 minut atrofida. Free Fire auditoriyasi ayniqsa Osiyo, Latin Amerikasi va Afrikada juda ommalashgan. 2020-2021-yillarda dunyoda eng ko'p yuklab olingan mobil o'yinlardan biri bo'ldi. O'yindagi birinchi personajlar Adam va Eva bo'lgan. Ularning maxsus qobiliyati bo'lmagan. Video ham tugay deb qoldi. Sizlardan like va obuna so'rayman, iltimos. Shu yilning oxirigacha 100 ta bo'lishimga yordam bering, iltimos. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.